Xotinlar gapdan kelmayapti. Xotinlarga haq, rostdan ham nomiga yarasha sizlarga gap. 24 ta xotin bitta xonaga kirib olib teng gapiradi bir-biriga. Bitta ham eshituvchi yo'q-da. Yana qoyil qolganing mana xotinning savoliga 23 kishi bilan gaplashib turib javob beradi menga. Bilayindan tinasa ham bunaqa ishlamaydi-da. Bu qoyil qolasan, gap ham tinmaydi, jag'am tinmaydi buyoqlarda. Erkaklar o'tirgan dasturxondan bir narsa ortadi, ayollar o'tirgan dasturxondan balki baklashga ham ortmaydi-da. Har nada endi bolalarga gultuvay qilamiz uyga deb olib ketadi. Bittasi xotinini gapdan olib chiqib urayotganmish. Hali gapni yana bosh. Hay birodar, bu ayolni nimaga uryapsiz? Zararlashmang. O'zim xotinim. Voy, o'zingiz xotinsiz bo'lsa, nimaga uryapsiz? Kir yuvilmagan, ovqat qilinmagan, hovli shipirilmagan. Uraman-da. Ha shuncha aybi bor ekan. Ha shuni uyda ursangiz bo'lmaydimi desa, uyga bormayapti-da debdi. Bormaylar uyga. Mana shu yerdan chiqib marojnaga boringlar. Borasizda ero bormagandan keyin. Boringlar, maza qilib boringlar. Bilib qo'yinglar, erkak to'ygacha erkak. To'ydan keyin kaki yo'q. Lekin hamma gap kakida aytib qo'ying. Shu kaki bo'lmasa erkak bilting u. Erkak qanday deganida? Ikkita qarib. Erkak 5 ta qarib. Farqi bormi? Erkak bilan erning nima farqi bor? Erkak shedriy bo'ladi, jumut bo'ladi. E'tibor berganmisizlar? To'ydan keyin hamma narsani go'shtga hisoblaydi. Dadasi restoranga boraylik desa, shuni puliga 4 kilo go'sht beradi bolaga topqir. Bola chaqa bilan yesang bir oy yeysan. Nima bor endi restoranda ham shu ovqat, shu go'sht, shu non, nima qilasan endi? To'g'rimi? Shuning uchun qizlar, turmushga chiqmay qizlar, aqlinglarni yig'ib olinglar aytib qo'ying. To'ydan oldin taklif qiladi-ku kuyov bola, boringlarda ovqat olib bersa, yeb olinglar. Keyinchalik o'sha yigitga turmushga chiqasizlarmi, yo'qmi? Zato qoninglarni to'ydirib olganinglar qoladi aytib qo'ying. To'ydan keyin bunaqa vaziyat bo'lmaydi. Parklarga olib borsa, kachelarga uchib olinglar. To'ydan keyin parkka ham olib bormaydi, kachelarga ham chiqarmaydi. Ko'rganmizlar bironta parkda xotin bolalarni pastga qo'yib kachelar o'tkazgan. Bu yoqda, "Ale! Saxatini hadi da sali!" Eram qattiqroq xotin, "Ale! Hadi da sali! Men seni sevaman! O'ling sharmanda!" Bolalar qarab turibdi, "Voy, mazza qilyapsizlar." Dadasi, "Mana shu kachelarga bitta chiqayman ham. Endi ho'kizdek bo'lib chiqmasang kerak shunga endi." Etaging ko'tarilib sharmanda bo'lib. 20 mingga, 4 taga chiqar 5 mingdan bolalar, davay, tez ketamiz.